Hovli so'ragan do'stlarimiz uchun yaxshi variant bilan chiqyapman. Depodamiz do'stlar, orqa tarafimga yuradigan bo'lsak, 13-maktabga boramiz. Bir tarafga yuradigan bo'lsak, o'sha katta yo'lga, undan tashqari o'sha tomonda chasni bog'cha bor. Mana shu uyimizning shundoqqina tegidan, ya'ni umumiy mahalladan yaqindagina kanalizatsiya o'tdi. Mana shu yo'llarimiz asfalt bo'ladi. Uyimizning shundoq oldidan 24-marshrutka o'tadi. Imенно mana shu xonadonimiz bugun sizlarga sotuvga chiqyapti. Ketdik uyimizni ko'rib chiqamiz. Xonadonimizning umumiy maydoni 5 sotikga yaqin bo'lyapti. Orqamda uyimizning kattagina darvozaxona bor. Bemalol ikkita mashinani sig'dirsanglar bo'ladi. Bu yoqqa 3-mashinani qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Qaranglar, kattagina bu yoqda uyimizning garaji bor. Garajdan o'tganimizdan keyin bu yoqda esa kattalar uchun mo'ljallangan bitta yotoqxona alohida qilib qoldirib ketilgan. Bruschatka qilingan. Ko'ryapsizlar, fasaddagi ishlari hammasi bitgan. Zilonniy zonamiz bor. Suv, gaz, svet, Wi-Fi'laridan umuman muammosi yo'q. Bu yoqda esa ayollarimizning eng yaxshi ko'rgan xonasi oshxona bo'lyapti. Oshxonaning ham holati yaxshi holatda va undan o'tganimizdan keyin uyimizning bu yoqda banyasi mavjud. Banyadan o'tganimizdan keyin eng so'ngida uyimizning hojatxonalari bor. Uyimizning holati yaxshi holatda. Like bosib, podpisatsiya qilish esingizdan chiqmasin, chunki puliga arziydigan xonadonlarni sizlarga faqat biz chiqarib beramiz. Mana shu orqa tomonimda turgan zdaniyani tegi yaxlit kattagina podval. Bu yoqda kirganimizdan keyin srazu kattagina hol, koridor, har bir xonalariga alohida kirib ketiladi. Birinchi xonamiz o'ng tarafda kattagina bitta mehmonxona bor. Qarang, maza qilib yashaydigan xonadon. Undan o'tganimizdan keyin shundoqqina bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, dars zonalari, kattagina ayvon va yana bitta kattagina mehmonxonasi ham mavjud. Albatta, mana shu obzorimizni hovli uy so'rab yurgan do'stlarimizga srochni jo'natib qo'yamiz. Har doim mana shunaqa xonadonlar chiqavermaydi. Xonadonimizda ikkita oila maza qilib yashavorsa bo'ladi. Mana shu uyimizning narxi $67,000 deb baholanyapti. Pastda egalari raqamini qoldiraman. To'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqasizlar, kelib qalbiga qo'l solinglar. Sizlarga sunnatiga o'tib beriladi. Aniq lokatsiyani Telegram kanalimizdan olishinglar mumkin.